Qadimgi Xorazmda vino ishlab chiqarilganligi va aholi sharob uchun soliq to'laganini bilarmidingiz? Gap shundaki, miloddan avvalgi 4-3 asrlardan boshlab Xorazm vohasida vino ishlab chiqarish san'ati keng rivoj topgan. Arxeologik tadqiqotlar davomida topilgan yirik sopol idishlar, sharob saqlash uchun mo'ljallangan xumlar bu davrda qishloq xo'jaligi va savdo sotiqining yuksak darajada bo'lganidan dalolat beradi. Ayniqsa milodiy 1-3 asrlarda Xorazmning yirik qal'alarida va omborxonalarida katta miqdorda vino saqlangan. Sharob ishlab chiqarish bu davrda nafaqat ichki ehtiyojlarni qondirish uchun, balki tashqi savdoda ham muhim mahsulot bo'lgan. Xorazmning antik davrida miloddan avvalgi 4-asrdan milodiy 3-asrgacha bo'lgan davrda tokzorlar keng maydonlarni egallagan va turli xil vino turlari ishlab chiqarilgan. Aynan shu davrda sharob Parfiya, Marg'iyona va Baktriya kabi qo'shni hududlarga eksport qilingan. Vino ishlab chiqarish jarayoni davlat tomonidan nazorat qilinib, aholining sharob uchun soliq to'lagani tuproq qal'adagi yozuvlardan ma'lum. Vino tayyorlash antik Xorazmda diniy marosimlarning ham muhim qismi bo'lib, ibodatxonalarda alohida marosimlarda sharob ishlatilgan. Miloddan avvalgi 4-asrda sharob ishlab chiqarish va saqlash uchun maxsus omborlar, katta xumlar qurilgan. Bu esa sharob tayyorlash an'anasi yaxshi yo'lga qo'yilganini ko'rsatadi.